أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي. Sure Bakara 275. ayetten başlap okuyumuz inşallah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Bakara suresinden 275. ayetten başlap okuyumuz inşallah. Cazana ösüm yigen adamlar kıyamet günü görlürdün cin çaplaşıp kalgan saran adamlarda kopudu. Bu şunun için ki ula Allah haram kılgan işini halal bilip soğudu sittik cazanıga okşaş cazanı nemişka haram soğudu sittik cazanıga okşaş cazan nemiş haram buludu dedi. Allah soğudu sittikni halal kıldı. Cazanını bedelsiz bolganlığı, şahsga ve cemiyetke ziyanlık bolganlık için haram kıldı. Kimki Rabbi tarbidan vaz nasihat kelgenden keyin, yani cazana mani kılıngandan keyin uningdan yansa, burun algını özünün boludu. Onun işi Allah'a tapşırılıdı. Yani Allah halisa onu keçirdi. Halisi cezalaydı. Qayta cezanı kılganlar ehli dozaq bulup dozaqda mengü kalıdı. Cezanı xorlarını ayıplaş doğrusuda. Allah yuqurida hacetmenlerge ve uruq çıqqanlarga keche ve kündüz aşkara ve yoşurun pul mallarının zakat ve sadaqalarını bergen kişilerini bayan kılıp bulup ondan cezanı xorlarını ve kişilerin mallarını her xil haram yolla bilen yev algan kişiler doğrusuda toxtaldı. Ondan ulanın kabridan çıkıp hesap meydanıga kelip bolğuca arlıqtiki ahvalıdan haber berip mundaq deydi. Cazana ösüm yigen kişiler, cazana ösüm yigen adamlar kıyamet günü görlerden cin çaplaşıp kalgan saran adamlarda kopudu. Yani ula kıyamet günü özlerinin kabirlerinden yerge qattiq yıkılgan kişi yoki cin çaplaşıp algan kişi orundan kopqandek delden şıp kopudu. O nihayeti set kopuştur. İbn Abbas mundaq deydi. Cazanıxor kıyamet günü gel sıkılıp kalgan mecnundek kabirsidan qozg'ildi. Bu söz İbn Ebu Hatem ve Avf İbn Malik, Said İbn Cübeyr, Suddi, Rabi İbn Anas, Qatada ve Muqatil İbn Hayyan qatarlıqlardan rivayet kılındı. İmam Bukhari Samura İbn Cundub radiyallahu anhudan rivayet kılgan Peygamber aleyhisselamның rivayet kılgan Peygamber aleyhisselamның tushida ko'rgan narsasini so'zlab bergan uzun hadisning davomida Peygamber aleyhisselam mundaq deydi. Ondan biz bir o'stanning yeniga keldik. Samura İbn Cundub men Peygamber aleyhisselam ve o'stan qandaq men Peygamber aleyhisselam o o'stan qonga o'xshash qizil edi dedimikin deb o'ylayman dedi. O'stanning ichida suv uzib turadigan bir kishi bor edi. O'stanning qirg'ig'ida qishig'a bir muncha toshlarni to'plab olgan bir kishi bor edi. Heliqi o'stanning ichidagi suv uzib turadigan kishi ma'lum miqdor suv uzib bo'lib, heliqi qishig'a tosh to'plab qo'ygan kishining oldiga kelib, uningga og'zini ichib berdi. Ondan u uning og'ziga toshdan birini tashlab qo'ydi. Imom Buxoriy o'stangda suv uzib turgan u kishi jazonixo'rdir. Bu shuning uchunki ular Allah haram qilgan ishni halol bilib, so'di setiq jazoniga o'xshash. Jazoni nemish harom bo'ladi dedi.
Allah so'd setiqni halol qildi. Jazonini badalsiz bo'lganligi, shaxsga va jamiyatga ziyonli bo'lganligi uchun harom qildi. Ya'ni ular Allohning shariatidagi hukmlaridan yuz o'rganligi uchun jazoni yeyishni halol sanadi. Bu ularning jazonini so'd setiqqa o'xshatganligi emasdir. Chunki mushriklar Allah Qur'onda yo'l qo'ygan so'd setiqning qoida tuzumlarini e'tirof qilmaydi. Agar ular jazonini so'd setiqqa o'xshatgan bo'lsa, cho'qim ular jazoni so'd setiqqa o'xshash deydi. Lekin ular so'd setiq jazoniga o'xshash. Jazoni nemishqa harom bo'ladi dedi. Ya'ni so'd setiq degan jazoniga o'xshash. Nemishqa jazoni harom qilinib, so'd setiq halol qilindi ekan deydi. Bu ularning Alloh yo'lga qo'ygan narsaga e'tiroz bildirishidir. Alloh taolaning Allah so'd setiqni halol qildi, jazonini badalsiz bo'lganligi, shaxsga va jamiyatga ziyonli bo'lganligi uchun harom qildi degan oyati ular Alloh taolaning so'd setiqining hukmi bilan jazonining hukmining ayirganligini bilib turib qilgan e'tiroziga bildirgan raddiyaning to'liqlamasi bo'lishi mumkin. Allohning hukmiga hech kim qarshi chiqa olmaydi. U hikmat bilan ish qilguvchidir va bilimlik zotdir. U o'zining qilgan ish to'g'risida so'ralmaydi, balki insonlar so'rildi. U ishlarning haqiqatlarini va uning foydali taraflarini bilguchidir. U bandalariga foydali narsani yo'lga qo'yib, ziyonli narsalardan ularni to'squchidir. U bandalariga ana kichik bolasiga mehribon bo'lgandimi bakrak mehribondir. Kimki Rabbi tarafidan vaz nasihat kelgandan keyin, ya'ni jazoni man'i qilingandan keyin uningdan yansa, burun alg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Ya'ni Alloh xolisa uni kechiradi, xolisi jazolaydi. Ya'ni bir kishiga Allohning jazosidan to'sqanligi yetgandilar, uningdan yangan bo'lsa, uning ilgari alg'ini o'ziga hisob bo'ladi. Ya'ni Alloh uning ilgari qilib salgan jazoni xo'rligini kechirib etadi. Allah bu vaqtda mundaq deydi: o'tganki gunohni Alloh afv qildi. Payg'ambar alayhissalom Makkani fath qilgan kuni mundaq dedi: islom kelishdan burun algan jazonining hammasi mening bu ikki putimning tagiga tashlanib ketdi. Hammasi amaldan qoldirildi. Men birinchi bo'lib amaldan qoldirilgan jazoni Abbosning jazonisidir. Payg'ambar alayhissalom ularni jahiliyat vaqtida olgan jazonini qaytarishga buyurmay, balki ularning ilgari olgan jazolarini kechirib etdi. Allah bu vaqtda mundaq dedi: burunqi alg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Ya'ni Alloh xolisi uni kechiradi, xolisi jazolaydi. Said ibn Jubayr va Suddi Alloh taolaning burun alg'ini o'zining bo'ladi degan oyatining ma'nosi haqida jazonini harom qilishdan burun algan jazonisi o'zining bo'ladi dedi. Qayta jazoni qilganlar, ya'ni Alloh taolaning jazonidan to'sqanligi uningga yetib bo'lgandan keyin u yana jazoni xo'rlik qilsa, u cho'qim Alloh taolaning azobini o'ziga lozim qildi va o'ziga qarshi pokit hozirladi. Ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qoladi. Abu Davud Jabirning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Alloh taolaning jazona o'sim yegan odamlar qiyomat kuni go'rlaridan jin chepilib qolgan saron odamlarda qopadi degan oyati tushganda, payg'ambar alayhissalom kimiki zaminni uningdan chiqadigan ochliqning 3dan yoki 4dan biriga ijara elib terishni tashlamasa, u Alloh
ve onun payg'ambariga jang e'lon qilsin dedi. Kimiki ziminni uningdan chiqadigan ochliqning 3dan yoki 4dan biriga ijaraga elib terishni tashlamasa, u Alloh va uning payg'ambariga jang e'lon qilsin dedi. Zimindan chiqqan ochliqning ma'lum bir o'lishiga ziminni ijaraga elib terish, meyve daraxining shexidagi ho'l meyve bilan yerdagi quruq meyveni tegishish va bashaqlardagi, ya'ni bug'doy yoki qo'noqqa o'xshash dam bilan sap ochliqni tegishish va bularga o'xshash ishlarning hammasi jazoni xo'rliqning yo'lini itish uchun harom qilindi. Chunki bu ikki ochliq, ya'ni birisi yo'l va yana birisi quruq bo'lganligi uchun bu ikki ochliqning miqdorini tengshigili bo'lmaydi. Shariatda har qanday haromga ilib boradigan vositaning o'zi haromdir. La havla va la quwwata. Jazonining hukmlari nurg'unlagan olimlarga qiyin keldi. Shunga Umar radhiyallohu anhu cho'ng dadining mirasi kalala degan oyatning ma'nisi va jazoni bo'ladigan narsalarning turlaridan iborat 3 ish to'g'risida payg'ambar alayhisalom bizga bayon qilib ketgan bo'lsa bo'ptikan deb qoldim dedi. Imom Buxoriy va Imom Muslim Nu'man ibn Bashirdan payg'ambar alayhisalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Haqiqatan halolmi ochiq oshkori, harommi ochiq oshkoridir. U ikkisining oralig'ida halol va haromligi aniq bo'lmagan narsalar bor. Kimiki shu halol yoki haromligi aniq bo'lmagan narsalardan saqlansa, u o'zining dinining kamchiligidan va o'zining obro'yini saqlab qolgan bo'ladi. U o'zining dinini kamchilikdan va o'zining obro'yini saqlab qolgan bo'ladi. Kimki shu ishlarni qilib salsa, xuddi chegaraning atrofida podichilik qilayotgan podichi chegaraning ichiga kirib qolg'ili oz qolgandek, u haromga tushib qolg'ili oz qoladi. Hasan ibn Ali, men payg'ambar alayhisalomning ko'nglingda shak paydo qilgan ishni qilmay, shak paydo qilmagan ishlarni qilgan deganligini anglagan edim dedi. Imom Ahmad Said ibn Musayyabdan Umar radhiyallohu anhuning Qur'onning ichida eng oxirida tushgan oyat jazonining oyatidir. Payg'ambar alayhisalom bizga uni tushuntirib qo'yishdan burun vafot bo'lib ketdi. Shunga sizlar jazoni xo'rliq va shubhilik bo'lgan narsalardan yiroq bo'linglar deganligini rivoyat qildi. Ibn Majah Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Jazoni xo'rliqda 70 xil gunoh bor. U gunohlarning eng yengili bir kishi o'zining onasi bilan zina qilganning gunohi bilan barobardir. La ilaha illalloh. Harom ishlarga ilib boradigan vositalarmi haromdir. Buning pakiti Imom Ahmad Aisha radhiyallohu anhaning jazoni xo'rliqning haromligi to'g'risidagi Sura Baqaraning eng oxirgi oyati tushganda payg'ambar alayhisalom masjidga chiqib uni sahobalarga o'qib berib, ondan harom narsani iste'mol qilmasimi, harom narsa bilan tijorat qilishni harom qildi degan hadisidir. Yana bir hadisda payg'ambar alayhisalom mundoq dedi: Alloh yahudiylarga la'nat qilsin. Ularga go'shning yig'i harom qilingan edi. Ular uni eritib, setib pulni yedi. Yana bir hadisda mundoq deb keldi: Alloh jazoni olg'uchiga, jazoni berguchiga, jazoniga guvohchi bo'lg'uchiga va putishganda uni yozgan kishiga la'nat qilsin. Alloh jazonining barakatini ushirib etadi. Sadiqining barakatini ziyoda qiladi. Alloh her bir naşükür, yani cezanını halal sanıgıcı günahkarını dost tutmaydı. İman etkan
yaxshi amallarni qilgan, namoz o'qigan va zakat bergan kishilar Rabbining dargohida cho'ng savobga erishadi. Ularda oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Jazonoxo'rlik bilan topgan molda barakat bo'lmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo jazonidan kelgan molning hammasini jazonoxo'rning qo'lidan yo'qitib etish yoki melining barakatini yo'qitib etish bilan uning jazonidan kirgan mollaridan foydalanmaydigan qilib etadiganligidan xabar berdi va jazonoxo'rni u mol bilan dunyo va oxiratda azoblaydiganligini bayon qildi. Allah bu haqda mundaq deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, gerçi haramning ko'pligi tinishug'ichi seni ajablandirsinmi? Gerçi haramning ko'pligi tinishug'ichi seni ajablandirsinmi? Haram bilan halol barobar emas. Allah'ning ularni dunyoda mag'lub qilishi, oxiratda jahannamga haydishi kafirni mu'mindan farqlantirish uchundir. Allah hamma kafirlarni üstiga dövelep toplagandan keyin dozaqqa tashlaydi. Sizlar kishilarning pul meli ichida o'stirish uchun birer pul mol bersanglar, Allah'ning dargohida u o'smaydi. Ya'ni kishilar bergindan jiqroq qaytirsin degan niyat bilan berilgan so'g'ining Alloh taolaning dargohida savob bo'lmaydi. İbn Jarir Alloh taolaning Alloh jazonining barakatini ushtirib etadi degan oyatining ma'nosiga Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalomdan rivoyat qilgan: jazonidan kelgan mol qanchalik ko'p bo'lsa-mu, uning keyinligi azdir degan hadisining ma'nosi o'xshab ketadi dedi. Allah Teala'nın sadiq qilgan kishining mollarini ko'paytib beradiganlik to'g'risida. Sadiqning barakatini ziyoda qiladi. Bu haqda Imom Buxoriy Abu Hurayradan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: bir kishi halol pul bilan, bir kishi halol yo'l bilan topgan melidan xorma chog'liq narsani sadiq qilsa, sheksizki Allah haloldan boshqasini qabul qilmaydi. Allah u sadiqani o'ng qo'li bilan qabul qilib, sizlarning biringlar o'zining chorva mollarini beqib ko'paytgandek, uni o'z egisiga tog'da ko'paytib berdi. Gunohkor kafirlarning Alloh taolaning dargohida yomon ko'rildiganligi to'g'risida. Allah har bir noshukr, ya'ni jazonini halol sanog'ichi gunohkorlarni do'st tutmaydi. Ya'ni Allah Teala dilida kufrlik bor, söz ve ish harakatlari nachar kafirlarni yaxshi ko'rmaydi. Allah Teala jazonoxo'rlarni nemish qattiq azoblaydi deyilsa, buning javobi shuki, jazonoxo'r Allah bergan halol rizqqa rozi bo'lmay ve uningga durust qilib bergan halol yo'lga qanoat qilmay, kishilarning mollarini har xil nachar yo'llar bilan o'rinsiz yevilishga tirishadi. Hem Allah Teala'nın bergen ni'metiga tanıdı. Hem de kishilarning mollarini o'rinsiz yevilish bilan ularga zulm qiladi. Shukr qilguvchilarni madhilash to'g'risida. Allah Teala o'zining Rabbiga ishongan, uning buyrug'iga bo'ysungan, uningga shukr qilgan, namoz o'qigan, uning bandalariga zakat berish orqali yaxshilik qilgan kishilarni maqtab, o'zining ularga tayyorlagan marhamatidan va ularning qiyomat kunidagi qiyin jazo maydonida xotirjam bo'ladiganligidan xabar berib mundaq deydi: iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, namoz o'qigan va zakat bergan kishilar Rabbining dargohida cho'ng savobga erishadi. Ularda oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Baqara surasining 277-oyatigacha angladinglar.
Oxirini keyingi o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.